Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun sanamiz 5-iyun 2025-yil. Qulupnay oylarimizning holati. Anchadan beri video qilganim yo'q, ko'rsatib o'tdim. Yangi gul, yangi shoda har bittasida. Yangi gul, yangi shoda. Mevalari yaxshi. Bu qulupnaylarimiz Tbilisaning tepasiga setga qo'yishimizdan avval 2 kun qolib ketdi. Kun usiganda o'sha 2 kun ichida barglari, hosillari kuyib ketdi to'lig'icha. Bundan keyingi amaliy kirib kelganlari bular. Shundan keyingi amal bular. Koreyskiy Solxyan. Tbilisaning atrofi setka. To'ral tomoni. Kesetgan bitta ulangan, choklangan. Bu yerda gradusimiz 37-38 chiqyapti. Ba'zi kunlarda kun isib ketganda 40 gacha boryapti. Shuning uchun hozir vaqtimiz 8:30 ertalabki soat bo'yicha 29.4 gradusga chiqyapti gradusi. Koreyskiy Solxyan qulupnaylarimizning holati stilajda, gidroponikada. Barglari, hosillari tiniq. Yangi chiqib turgan barglari biron dona nuqsoni yo'q. Elastisi joyida. Hop, bu koreyskiy. Endi yanada qiziq bo'lgan joyi bor. Italiyaning Cleri sorti. Bu ham hosilda. Yangi gul, yangi shoda. Italiyanskiy Cleri bilan hosilda. Bu tomon terib oldik hozir. Terim jarayoni ketyapti. Ertaga inshaalloh Qurbon hayiti. Bular ham hosilda. Cleri to'xtamayapti. 1 oy deyshadi. Martda hosilga kirgan. Martda 20-dan buni ham terimni boshlaganmiz. Lekin Xudoga shukr. Bu tomon ham terimda, hosilda. Tbilisandagi gradus haddan tashqari isib ketganligi uchun qulupnaylarimiz holati unchalik yirik emas. Asosan sredniy. Asosiy sredniy chiqyapti, sredniy beryapti. Mana shu holat. Holatimiz hozircha shu. Bu yuqori qismi, bu pastki qismidagi holat. Tepasi ham, pasti ham hosili yaxshi. Hosili bor. Mana umumiy holat.
bir tekisda pishishni boshladi. O'rtada bir barg kuyganda hosillar ham pishib oldi. Undan keyingi hosillar o'rtada uzilib qoldi. Lekin yaxshi. O'shanda ham chiqib turdi. 30 kilo, 130 kilo, 40 kilo chiqib turdi. Mana endi bugundan xudo xolasa ancha hosilimiz ko'payishni boshladi. Agar bu yerga axlat tizimi qilib berilsa, bu sort koreyskiy sortlari yilga ulab hosil beradi inshaalloh. Mana bunda qo'l bola ventilatorlar qo'yib qo'yganmiz. Hozircha shu bilan ham 40 ga qarab ketyapti. Fortichkalarimiz o'rnida ham setka bilan bekitilgan. Shabadani chiqarib yuborish uchun qo'ygan narsa bilan. Bizda hozircha shu. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan natijalarimiz shulardan iborat. Anchadan beri video qila olmadik. Chunki ishlarimiz ko'payib qoldi. Dalada yana bir qisqa ishimiz bor. Ochiq maydonda famildor ekilgan, ko'chatxonamizda ishlar davom etyapti. Inshaalloh vaqt qilishim bilan ulardan ham video qilib tashlashda davom etamiz. Mayli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchani kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan muborakbod etamiz.